Toshkentda tashlandi hududni obod qilgan fuqaro 82 million so'm jarimaga tortildi. Yashnobod tumanida 2 yil davomida tashlandiq yerda shaxsiy tashabbus bilan bog' barpo etgan fuqaro Arsen Avanesyan 82,4 million so'm jarimaga tortildi. Mas'ullar unga hududni yana avvalgi bo'sh va qarovsiz holatga qaytarishni buyurgan. Avanesyan ushbu yer temir yo'l yoqasi bo'lib yillar davomida qarovsiz yotganini aytadi. U 2022-yildan boshlab hududni tozalab o'z mablag'i hisobidan daraxt va ko'chatlar ekkan, yo'laklar qilgan, o'rindiqlar o'rnatgan, yoritish tizimi, video kuzatuv hamda sug'orish kommunikatsiyalarini o'rnatgan. Unga ko'ra 1,5 mingdan ortiq ko'chat ekilgan, lekin suv ta'minoti muammolari sababli ularning yarmi qurib qolgan. Mahalla va qo'shnilardan 300 ga yaqin kishi obodonlashtirishda ko'mak bergan. Ishlar uchun jami 1 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangan. Ushbu ishlar boshlanishidan oldin mahalla qo'mitasi bilan kelishganini, qo'shnilar va hokimiyat vakillari ham bu tashabbusdan xabardor bo'lganini ta'kidlaydi. Biroq tekshiruvlardan so'ng mas'ul idoralar uning faoliyatini yer qonunchiligini buzish deb baholadi va jarima qo'lladi. Endilikda bog'ni buzib, hududni avvalgi holiga qaytarish talabi qo'yilgan. Hozircha davlat idoralari bu holat yuzasidan rasmiy izoh bermagan.